Usta aka, puldan umuman muammo yo'q, lekin tamom o'zgacha va sifatli chiqish kerak. Qanaqa mahsulotlarni ishlatishni tavsiya berasiz? Bu masalan strapelga, strapelimizga ham o'sha обрезной российский yog'ochlar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Российский yog'ochlar zo'r. Uni qanaqa afzalliklari bor? Chirimaydi, mustahkam, qutiyamaydi. Qutiyamaydi. Issiq sovuqqa chidamliligi zo'r. Taxminan qancha muddat turib beradilar? Hozir mana ko'ribdi, 50 yilga tomdan ham buzibdi, umuman hali hech nima bo'lmaganda o'shanda turibdi rossiyskiy yog'ochlar. Xo'p, strapel qismi bo'ldi. Endi tunka qismigacha. Tunkaga Rossiya magnitogorskiy yaxshi. Siz uchun. Men uchun yaxshi endi. Zo'r. Uni qanaqa afzalliklari bor? Endi 50 yillik garantiyasi bor. Xo'p, faoliyatingiz davomida Rossiya magnitogorskiyni qanchadan beri ishlatgansiz? 15 yildan beri ishlatibdi. 15 yillik obyektingizga borib ko'rganmisiz holatni? Ha, ko'rdi, zo'r. Zo'r, sizga yoqadi. Xo'p, tunka qismi ham bo'ldi, endi aksessuarlargacha aka. Aksessuarlarga ham shu Rossiya magnitogorskiyni Matveychdan qilsa yaxshi bo'ladi. Beliski bermadi, bir xil turadi. Xuddi o'sha materialdan aksessuarlardan foydalansa bo'ladi. Mana shunday foydali maslahatlar sizga zarur bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va yana qanday maslahatlarni bilishni xohlaysiz, izohlarda yozib qoldiring.